Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2020 yili 12 ayning 11 kuni juma. Bugun sizlarga nazaraqcha shu saylam haqida uchur yetkazib qo'y deb chiqishim. Hozirmi uchur bek ko'p. Ashtaq bo'lsa-mu sizlarga imkon bor. Biroz sistemni tushuntirishga tirishaman. Hozir endi har xil ko'z qarashlar bor. Amerika'daki saylam haqida. Ularniki birisi mundaq deb qaraydi, men o'zimsal muvofiq ko'rganini deyman bu yerda. Uning hammasini deb olmayman. Uning birisi bu yil Xitoy, bu yilning boshida Xitoy hukumatı dunyoga bir xil virus tarqatdi. Bu virusni Xitoy o'zi kontrol qila oladigan, ammo Amerika kontrol qila olmaydigan mustaq bir virus bu. Bundan biz ko'rdik, Xitoy bir diktator davlat bo'lg'achqa qanchalik odam o'lib ketgan bo'lishidan qat'iy nazar aralda virusni kontrol qildik deb chiryotdi. O'zlarining e'lon qilayotgan soni 4000, lekin shu yanfun ishlatayotganlarniki ozlab ketishi 3-4 oylarda ozlab ketgan son amaliyotda 20 million keladi. Lekin buni Xitoy taraf qilmaydi. Endi umidga qanchada Xitoy xalqaroning ko'zida bu virusni kontrol qilgan, Amerika kontrol qilmagan bir holatda. Bu virusni chiqarib etgandan keyin Demokratçı partiyaniki kişileri Amerika'daki şunu bana qilib turib, saylamniki bir qism qoidalarni o'zgartdi. Burunga o'xshamaydi qaraq. Burun faqat kasallik qilib, bilet tashlariga boramaydiganlar pochta orqali bilet tashlasa bo'ladi. Bu yil demokratchilar boshqa bo'lgan xil ko'p shtatlarda buni o'zgartib, o'zi xohlagan odamlar pochta orqali bilet tashlasa bo'ladi deb boshdan o'zgartib etdi. Biz bu pochta orqali bilet tashladik Kaliforniyadami. Mana bir ishga chiqdi. Ondan keyin saylam jarayonida Demokratçı partiyaniki kişileri iyi işletti. Yolg'onchilik qildi, saxtlik qildi. Ashdan bilan saylamning natijasida eg'ir masala kelib chiqdi. Bunun ichida biroz cho'ng ifodalari bor. O'sha cho'ng suiqasdning ifodasi, u nima desanglar, Nancy Pelosi, Amerikadagi 3-darajalik huquqdor Nancy Pelosi bir necha oyning oldida saylam o'tkazishdan burun saylam natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar 1-ayning 20 kuni, 2-ayning 20 kuni Biden qasam ichib prezident bo'ldi deb javob berdi. Endi Amerikadagi 3-darajalik huquqdor neki bütün saylam natijasining ishini qanday ta'sirini bilmay turib, bunda deyishi intayin kishilarni uyg'osaldigan bir ish. Ondan keyin Hillary Clinton, onu bilan bilsizlar, 2016 yili kim bilan Trump bilan talashib prezidentlikka tushgan xonim. Bu xonimni necha oyning oldida saylamdan burun qanday natija chiqishidan qat'iy nazar bu qatim saylamdan Biden bu qatimki saylam natijasini qat'iy e'tirof qilmaslik kerak, qabul qilmaslik kerak degan gaplarni degan. Bu Amerikadagi bir qonunliq demokratik bir taraqqiyot davlat uchun intan mos kelmaydigan bir narsa. Ashta boshqa kishilar qandaqdir bu demokratchilarniki bu qatimki saylamdan nemishningki bo'lganligini, qandaq qilib tutadiganligini oldinlab planlab ish yapgan bo'lish mumkin degan ideya intan kuchli. Endi bir qismli kishilarniki deyishcha, amaliyotda bu ishlardan Donald Trumpning xabari bor. U faqat jipni uzun qo'yib berib, bilixni cho'ng tutish uchun qandaq qilib bir qilib baqsin deb saqlab turgan. Bunday cho'ng ishlarni uniki bilmay qilishi mumkin emas degan gaplarmi bor. Undan boshqa bu qatim masala chiqayotgan cho'ng bir ish shu Dominion degan bilet sanash mashinasi. Buniki vaqaligi cho'ng bo'lib ketdi. Hozir yaqin o'tirib chiqayotgan uchurlarda bu Amerikaga Dominion mashinasininki kirishida Obamaning qo'li bor degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Obama va uning atrofidagi bir qism kishilar shu bilet sanash mashinasiga mablag' solgan ayni vaqtda. Sizlarning xabaringlarda bor, o'tgan qatim dedim, bu mashinaga eng chong mablag' solgan o'rin Xitoy hukumati o'tgan yil 10-oyda ko'p 40 million dollardek pul mablag' solib ekan bu mashinaga. Ashda bu boshqa bu qatimki saylamniki saylamda qalam qancha chiqishniki eng beshli rol o'ynayotgan Xitoy hukumati
unda qilib qolsa demokratchilar degan ko'z qarash intayin kuchli hozir Amerikada davomli bu jihatdagi ishlar pash bo'lyotidi. Endi yana bir cho'ng ahvol ehtimol ko'rdinglar. O'tgangi shanba kuni Donald Trump Georgia shtatiga kelib, Georgia shtatiga ikki salom qadishilgan kengash senatorlar uchun bir yig'ilish yapadi. Bu yig'ilishda kelgan odamlarning soni intayin ko'p. Yaqinqi vaqtlarda ancha ko'rinmaydigan bir darajada intayin ko'p. Lekin to'langan shuarlarmi bir xil alaydi. Masalan, bular 3 bo'g'imliq shuarlarda ko'p to'ladi. USA, Amerika, 4 more years, Trump 24 yil prezident bo'lsin. We love Trump. Biz Trump'ni suyamiz. Fight for Trump. Biz Trump uchun kurash qilamiz, jang qilamiz degandek shuarlar. Mushtaq shuarlar o'tirib chiqdi. Bu ahvollarni ben Amerikaga kelib o'zim olib ketdi. Burungi vaqtlarda bu narsani ko'rib boqmagan. Shunga qandaqdir hozir bir xil nayda jiddiy holatni ko'rish mumkin Amerikada. Ondan keyin shu qatimliq yig'in va undan keyin Donald Trump yana bir muxbirlar yig'ini ochgan, shu ammo Xitoy virusiga qarshi tashlangan vaksina to'g'riliq shu yig'indim dedi. Donald Trump dedi, biz qat'iy başlamaymiz, bo'ysunmaymiz. Amerikaniki qonuniy va asosiy qonunni qo'llash uchun oxirigacha kurash qilamiz degandek gaplarni dedi Donald Trump. Xuddi bir jang e'lon qilgandek bir shaklda. Shunga bu jihatlarda ajoyib bir xil ahvollar o'tirib chiqyapti, to'xtamay. Adam ko'rib yetish bo'lmaydi ba'zida. Endi yana bir tarafdan Trump mushqatdamqi saylovga aralashgan chet el hukumat amaldorlarini biroz jazolashga boshladi. Masalan, ehtimol amaliyotlar 2 kun oldida Amerika hukumati Xitoy xalq qurultiyi doimiy komitetidagi 14 nafar muavin mudiri ustidan embargo yurgizish, ularni jazolash qarorini e'lon qildi. 14 adam bu davlat darajalik rahbarlar Xitoyni egandi. Buning ichida burunqi Chenchuanggodan burunqi bizningki vatanda hukm surgan Zhang Chuishan degan Xitoymi bor. 14 adamga jazo yurgizdi. Bularni Hong Kongdagi bo'lgan ishlarga, jinoiy ishlarga qarata e'lon qildi. Bu jazoni amaliyotda bu Amerikaniki hozir Trump hukumatiniki yapayotgan Xitoyga qarshi nurg'un ishlari bor, tadbirlari bor. Shu tadbirlarniki bir qismi deb qaralyotdi. Bu Donald Trump'niki mushqatdagi saylov bilan munosabatlik Xitoyniki amaldorlarini jazolashchi Xitoy hukumati ustidan jazo qilinishi deb o'tirib kishilarmi bor. Ondan keyin Trump'niki qonuniy yoki advokat atritimi hozir rasmiy ish boshladi. Yaqinda orqa-orqadan bir qism yerlar ustidan arz sunadigan ahvollar bo'lib ketdi. Bu ishlar xili ko'p, ko'p taraflama elib berilyotdi. Bunun ichida biroz ko'zi ko'rinarli birisi Trump bilan muavin prezident Mike Pence ikkisi Wisconsinda arz qilib, bu arzni amaliyotda Biden bilan Kamala Harris qaratdi bular. U ikkisini ustidan arz qildi Wisconsinda saylovda jinoiy ishlar yuz berdi deb bu ishni o'tirib qo'ydi. Undan keyin yeni bir top adamlar Pennsylvania shtati ustidan arz qildi. Bundan boshqa eng cho'ngroq chiqqan yaqinqi arz qilish voqeasi Texas shtatiniki adliya idorasining boshlig'i Ken Paxton degan kishi Amerikaniki yuqori sotiga arz sunib, shu bu qatimki saylovda saxtapazlik qilgan 4 shtat ustidan arz qildi. Bu 4 shtat Michigan, Georgia, Wisconsin va Pennsylvania 4 shtat. Bu eng cho'ng voqea bu. Bu yerdagi bu arz bevosita Amerikadan Federatsiya Oliy sudiga yo'llandi bu arz. U yo'llanib bo'lgandan keyin Amerikadagi 19 shtat biz bu arzga qo'shilamiz, arzdorlarning ichiga qo'shilamiz deb ashtaq narsani bildirdi.
Bulardan 6 shtat rasmiy shu arzniki egisiniki bir qism bo'lsaq deb iltimosini sunib bo'ldi hozir. Shunga bu ish intayin bir cho'ng vaqa. Bunun sababi nima desanglar, Amerikada shu sud sistemasidan ikkisi bor. Birisi federatsiya sud sistemasi, yani birisi shtat sud sistemasi. Her bir sistemada 3 dereceli sud var. Tüven derecelik, otur derecelik ve ali sud. Ştatның nomu küçü var. Amerika hükümetininki, devletininki, federatsiyanın 3 derecelik sudu var. Mağıtım ki, bu sudninki yolunuşu bivasta Amerika'nınki ali derece sudu yol alınған. Arasındaki baldaklarını ütüp ve ali, en yukarı sudundan yol alınған. Yani bu eğer 8. sıra düştüğünkin saat 3 bilen sunuldu. Çarşamba günü 8. sıra saat 3'te sunuldu düştüğünkin Washington vaxtıda. Açtaq boğandan keyin şu yukarıdaki sot hem de sot yukarıdaki 4 ştatqa 10. sıra yani tünügün düştüğünkin saat 3'ten burun cevap qaytırınlar degen hükümle buyruq nüşahidi bulağı. Ali sot 4 ştatqa mundaq bir buyruq nüşahidi. Şunundan keyin 8. sıra düştüğünkin saat 4'te Pensilvanya'nınki üstüden sunulgan bir az rad qilindi. Endi bu yerda şu Pensilvanya'nın üstüden sunulgan arzinki rad qilinishi odatda qat'iy Trump to'g'riliqqa qilmaydigan medialarning hammasida intayin keng turda tashkil qilindi bu. Cumhuriyetçi partiyalarniki arzi rad qilindi deb. Aştamalar kişiler arasında biraz kaymış gelip çıktı. Bu kadınki Amerika'nınki Donald Trump'daki sunulan arzi rad kılınıptı da. Emniyette onda işemez. Abiyette ben degende Texas'daki sunulan arziniki içindeki 4 ştatın içinde Pensilvanya var. Hem de o ali sot sunulgan. Bu Pensilvanya'daki ayrım sunulan sot arz olsa bu Pensilvanya ştatındaki ştatın sotu sunulgan. Otur sotu da eminizim taşışı. Anda bu yerde bunu rad qilinishi ikki sabab bor. Birisi hakikaten bu sotning kişileri Trump'a karşı yoki arzni muvofiq ko'rmay rad qilgan. İkincisi birisi olsa, cho'ng arzlarga putkasham o'qimayli, bu bir taraf tutilsin deb undaq ketib qolgan ahvol bor. Hozir sunilgan arzlarning ichida ahvollar bor. Masalan, ba'zi arzlar o'tir sotga sunilgan. O'tir sot sunilgan vaqtida uni darhol rad qilayotgan ahvol bor. Nima qilsa, o'tir sot turib qolsa, bu arzlarni hal qiladigan eng oxirgi yer yuqori sotga. O'tir sot turib qolsa, yuqori sotga bormaydigan gap. Hatta bu boshqa ba'zi arzlarni o'tir sotda ishtiqlar rad qilib etib, bu biroqlar shu yuqori ali sotga borsin deb qo'ygan ishlar bor. Shunga bu yerdagi ishlar biroz murakkab, lekin bu Amerikaniki, G'arbniki cho'ng medialarida tashkil qilgan ahvol emas bu. Bular imkan var. Ben bazı düşünceye hayran kaldım. Bizden küzgü meşelmeydiğen, kulağı meşelmeydiğen bu kaldım. Şu G'arbdiki muştaq bir medeniyetleşken devletlerde mi? Aşağıdaki medyalarda muştaq iş bulamdı o da. Şunçilik bir yaxşı iş, Donald Trump için yaxşı bo'lgan bir işni mi? Ularniki teşkilatı qarsanız, bütünleyin promote teşkil qildi gapini. Bu da falan köp gördüm ben. Şuna bu ahvallar bak murakkab, aşağı bu başka bu yerde müştaq bir xabar bu narsani ko'rgan vaqtinglarda oldirab ishdan ketmanglar. Albatta men degandek, har bir arzniki rad qilingan vaqtida ikki ehtimollar bor. Birincisi haqiqatanmi u arzni o'rinliq ko'rmagan. Ikkinchisi bu arzniki texnik yuqroq yo'lga berishiga tezroq yo'l ochish. Putlik aşan bo'lib qolmaslik uchun rad qilib qo'ygan ahvollarmi bor. Aşağı bu boshqa bu ahvollarni to'liq tushunmay turib bir narsa demagan yaxshi. Shunga o'tganda çarşamba günü bo'lgan bir voqea shu. Bu to'g'ri qilishni ustida qo'yay. Endi bu qitimki oliy sudga sunilgan 4 shtatning ustidan sunilgan arzini Amerikadagi Texas shtati sundi. Bu yerda qarindoshlar Texas shtatini to'g'riliq biroz tushunchaga ega bo'lgan yaxshi. Texas bir alayda shtat. Nima desanglar, Texas, Meksiko 1820 yılı müstakil olan, İspanya'dan 1820 yılı müstakil olan deken,
Teksasda bir qism kishilarniki şey berib o'ltiraqlashishiga yo'l qo'yibdi ekan. Yo'l qo'ygan vaqtida shu joyda Amerikaliklardan berib urlashganlar hali ko'p ekan. Andan keyin 1830 yillarga kelgan vaqtida Meksiko davlat hokimiyati shu qonunni biroz o'zgartirib, Meksikoning ichidagi o'xshamagan yerlarga sal o'xshamagan qonun qo'llanishidagi ahvollarni sodir qildi. Asos sodir qilgan ekan, bu Meksikoda turayotgan Meksikoning aholilari, Teksasdagi aholi. Meksiko mustaqil bo'ldi. Teksas Meksikoniki bir yeri aslida, bir qism yeri. Keyin bu Teksasga Meksiko hukumati Teksasga kishilarni kelib urilishiga yo'l qo'ydi. Shu chog'da Amerikadan bir qism odamlar berib Teksasga yerlashgan. Lekin shundan keyin 1830-yillari Meksiko hukumati qonunni biroz o'zgartirib, o'xshamagan yerlarga sal o'xshamagan qonunni chiqargan. Hatta bu boshqa Teksasning odamlari bunga norozilik bildirib 1836-yili mustaqillik e'lon qilgan. Buni shu Amerika qatorliq bir qism davlatlar e'tirof qilgan bo'ldi. Teksas degan davlatni. Ashundan bilan Teksas mustaqil bo'lib qolgan. Ondan keyin Teksas mustaqillik davlatdan Amerikaga 28-shtat bo'lib kirgan. Mustaqil bir davlat Amerikaga bir shtat bo'lib qo'shilgan. 28-shtat bo'lib. Teksasniki Amerikaning bir qism bo'lib qolish sababi ashundaq. Ashta bo'lg'achqa bu Teksasniki o'rni biroz alaydi ekan hozirmi. U chaqda bular Amerikaga qo'shilgan vaqtida Meksiko davlat hokimiyatining o'xshamagan o'rinlarga o'xshamagan qonun qo'llanishiga norozi bo'lib, mustaqil bo'lib, undan keyin Amerikaga kirgan vaqtida shu huquq jihatda o'xshamagan shtatlarniki barobar bo'lishini intayin qattiq shart qilgan. Teksas shtati. Aştaq bir shartli kirgan ekan. Endi Amerikaning asosiy qonunimi mush saylamda hamma shtatniki barobarligi intayin qattiq ta'kidlangan. Shunga mushundaq bir muhim narsa bor ekan. Endi hozir bo'lgan ish nima bo'ldi desanglar, Amerikadagi 6 shtat, albatta degan 4 shtat, undan boshqa Arizona bilan anadagi Nevada mı bor. 6 shtatda shtatniki ma'muriy organi bilan adliya organi qonunni o'zgartirib, saylamni boshqacha qilib qo'ygan. Amerikaniki shtatlarida qonun chiqaradigan o'rin ayrim. Qonun chiqaradigan o'rin parlament. Shtatning parlamentlari qonun chiqaradi. Aniki ma'muriy organlari bilan adliya organlari qonunni ijro qiladi. Ularniki qonun chiqarish huquqi yo'q. Lekin bu qatimda bo'lgan voqea nima desanglar, 6 shtatda ma'muriy organi bilan adliya organi qonunni o'zgartirib, yangi qoida chiqargan saylamda. Ashunday bo'lgani uchun bu qatim Teksas shunga norozilik bildirib turib, Amerikaniki oliy sotiga arz sungan. Shunga bu yerda bir alayda ahvol bor. Nima uchun Teksas sunudi bu arzni degan ishda? Qolgan shtatlar qaragan chog'da Teksasniki o'rni alayda bo'lgani uchun bu qatimki arzniki roli alayda. Boshqa shtatlarga o'xshamaydigan yeri shu. Shunga hozir qolgan shtatlar buni qo'shib o'tadi. Bu yerda deb qo'ydigan yana bir ish, Amerikada 50 shtat nəhayət müstəqil ütüdə öz aldığı, lekin müstəqil ötken bilan özünün armiyası yox. Armiya dövlət kitəbə, adət armiyası yox, lekin fəqət Teksasның namkin öz aldığı armiyası var ki. Qurğuluq, hava armiyası, deniz armiyası mı yox mu bilməyəm. Bularki bir diviziya, çoğun Xitayca lüy deydiken, aşınçıq armiyası var ki bularınki. Bu Teksasniki armiyasını Teksas yüzü başqurdu ki. Mesela Teksasniki ştat başlığı başqurdu ki. Buyurtun şu birdi ki, Amerikanın prezidenti emas. Eğer Amerikanın prezidenti Teksasniki armiyasından faydalanmakçı olsa, ruhsatını Teksasniki ştat başlığından aldı ki. Emkarlaşıp qıldı ki, məsləhətləşi. Muştaq bir alaydı ştat ki bu. Aştaq bu başqa, bu qıtımki ərzinki Teksasdan sunuluşu, aşındaq bir alaydı əhvalға, arx görünüşki ega. Şuna bunu hemimiz bilişimiz gerek. Endi bu kanun, bu erzini sunulgandan keyin 8-sila
Texas Amerikaniki Oliy sudiga arzini sungandan keyin ular arz ustidan bir dilo turg'izdi. Dilo turg'izdi degan gap qabul qildi yoki rad qildi degan gap emas. Bu ayrim gap. Esinglarda bo'lsin, faqat bir dilo turg'izdi. Mana bir arz sunildi, bir dilo turg'izildi. Lekin hozir unga qo'shilamiz yoki qo'shilmaymiz degan unda qarorni olmadi tegishlik. Olmadi, lekin Amerikaniki Oliy sudi haligi arz qilingan 4 shtatga shu 10-slat tushdan burun javob qaytaringlar degan buyruqni berdi. Bular tunugun javobni berdi. Tunugun 10-slat tushdan keyin javobni berdi. Andan keyin bularniki bergan javobi nihoyatda qonuniy jihatdan qanchalik intayin ojizga. Masalan, asosli degan gapi bu qatimki saylamdagi jinoiy ishlar, yolg'onchilik, saxtapazliklar deganning asosi yo'q. Shunga bundaq arzi yo'l qo'ymaslik kerak degan javobni beribdi bu 4 shtat. Ashtat beribdi, shu javobni olibdi. Endi hozir bu arziga abaytaman deganda keyin 19 tak shtatlar qo'shilib, uningga nima Donald Trump qo'shildi. Donald Trump ham qo'shildi bu arziga deb bu ishni e'lon qilib bo'ldi hozir. Ashtat qilib bu arz hozir Amerikaniki Oliy sudida turibdi. Endi hozir shunday qilib Amerikada ikki ko'zga ko'rinadigan urush oldingi safi bor. Birisi media urush safi, yana birisi qonuniy urush safi. Mediani bilasizlar, mediada nima ishlar bo'lib ketib boradi. Bu yil Amerikada yuz bergan ishlarga odamniki ishingiz kelmaydi. Dunyo qanday qilib mushtaq bir darajaga kelib qoldi deb men har qatim shu ahvollarni o'ylasam, ko'nglim yerim bo'ldi meniki. Birisi media jihatdagi kurash, yana birisi qonun jihatdagi kurash bo'lyotdi. Bundan boshqa ko'zga ko'rinmaydigan yamir holatmi bor? U nima desanglar, ichki urush holati. Hozir bu jihatda intayin jiddiy ahvollar bor. Ba'zi kishilar ochiq oshkora shu qurolni ishlatib turib ishni hal qilish narsani o'tirib qo'yayotgan odamlar bor. Bu jihatga ahvollarmi intayin jiddiy. Endi bu qitimki 4 shtat ustidan elib berilgan, sunilgan arzniki bir alayligi, bu arz saylamdagi yolg'onchilikni qonunga xiloflik qilish yamri xarakteriga o'zgartdi. Masalan, biz o'tgan qatim videoda dedim, Amerikada qanday saxtapazliklarni yuz berganligini. Bularning hammasi saylam jarayonidagi saxtapazliklar. Lekin bu yerga muhim, unga qaraganda bahroq jingda o'tirgan narsa nima desanglar, Amerikaniki asosiy qonunni buzish. Hozirgi arz bu saylamdagi saxtapazliklar ustidan gap qilmay, 4 shtatning qarshi Amerikaniki asosiy qonunga xilof. Saylamda hamma shtatlar barobar degan bir moddaga xilof. Bular o'z oldiga qonun chiqarilgan organlarni o'tkazmay turib, ma'muriy o'rin bilan adliya o'rini o'z oldiga qonunni o'zgartirib ish yapadi degan arz. Ashta bu boshqa bu arzniki asosiy intayin kuchlik. Hozir bunga yana 19 da shtat qo'shilgan bo'lganligi uchun, Texasga qo'shganda 20 bo'ldi degan gap. Qo'shilganligi uchun hozir bu arz Amerikaniki Oliy sudi rad qilsa bo'lmaydigan bir nihoyat kuchlik darajaga berib yotdi. Shunga hozir ba'zilar deydi, Amerikaniki Oliy sudiniki bu arzni rad qilishi mumkin emas deydi. Endi rad qilsa nima bo'ladi? Rad qilsa nima bo'ladi degan bir savol bor bu yerda. Bu yerda rad qilsa bunday ikki ehtimol kelib chiqish mumkin. Uniki birisi mushu 20 shtat Amerikadan ayrilib mustaqil bo'lishi mumkin. Birinchi ehtimollik. Bu qonunda barobar bo'lmaganligi uchun. Hozir bular hammasi arzga kirdi degan gap. Agar bularning talabi amalga oshmasa, Amerikadan ayrilib mustaqil bo'lishi mumkin. Ikkinchisi qurolli kurash qilish mumkin. Mushu 20 shtat tashkillanib, Amerikada ishga urush boshlab, Amerikani biz qurolli qo'lga o'z qo'limizga qaytarib ekanmiz deb urush qilish mumkin. Bu ikki ehtimollik pek cho'ng. Hozir kishilarning da'vatqanda bu ikki ehtimollik pek cho'ng. Endi albatta men Donald Trumpniki yig'ilishidagi gaplarni dedim. Hozir kishilarniki shu bo'libmi Donald Trumpni qo'llaydigan bu qatimki saylandagi qilamqonchilikqa norozi bo'layotgan Amerikaliklar hozir ashtaqa ishlarga tayyorlik qilyapti. Men o'tganda Amerikaniki 33% Amerikaliklarda qurol bor degandim. Yaqinda bir uchun ko'rsam, bu yil 2020 yili
Yeniden kural ağalarının sani intayin köpü gitipti. Bu yıl yeniden kural ağalar burun kuralı bu adamlarınki 40%'lik doğru geldikken. 40% eşit gitti bu yıl. Aşağı boğanda 33%'ge ama 33%'den sıranınki 40%'ni koysanlar, xila Amerika nüfusundaki 20'deki kurulu var degan gap. Hazır endi gerçek kunish jihatda bu gaplar ancha tashkil qilinmasmi mediada, lekin hozir Amerika ichidagi mushtaq holat intayin ig'ir hozir. Kishilar mushtaq ahvollar bo'lishi mumkin degan narsani o'tirib qo'yotdi. Endi abiyatin degandek hozir Amerikaning oliy sudida bir arznoma bor. Dilo turg'izildi, lekin bu arznoma to'g'riliq qaror ilinmadi. Uni qabul qilish yoki rad qilish to'g'riliq. Endi rad qilinish ehtimolligi ancha kuchli emas, lekin rad qilinib qolsa abiyatin men degandek ishga oqibatga chiqishi mumkin. Endi qabul qilinsa qanday bo'ladi degan bir yamir savol bor. Agar masalan bu qatim Amerikaning oliy sudi bu arzni qanday bir taraf qiladi degan bir narsa bor. Bu to'g'ri qisqa to'xtab bitay. Menga eng tushunish qiyin bo'lgan bir ahvolimiz shu. Nima oqibat kelib chiqadiganda Amerikaning oliy sudi qanday tadbir qo'llanaganda degan narsaga javob tepish. Men biroz izlandim. Uniki bir ehtimolligi oliy sud haqiqatan bu qatim saylamda masala ko'rilgan. Bu masalani mana 4 shtat o'z oldinlariga hal qilinglar deb 4 shtatga qaytarib mumkin. Qaytarib olsa, bu chog'da 4 shtatning qidig'ishi nima desanglar, 4 shtatning parlamenti degan joyda mana shu ovam palatasi bilan kengash palatasining a'zolari har bir shtatniki bilet tashlab shu shtatda Baydenni yoki Trumpni qaytadan saylash. Bu 4 shtat mumkin. Agar ashta qilib qolsa, bu 4 shtatning hammasida Donald Trump o'tadi ekan. Nima ish qilsanglar, bu 4 shtatda jumhuriyatchilarniki adamlar ko'p ekan son jihatdan. Shunga Donald Trump ketadi deydi. Bu birinchi ehtimolligi. Agar yana bir ehtimollik Amerikaning oliy sudi bu 4 shtatdan biletni qaytadan sananglar. Qonunsiz biletlarning hammani tashkil etib, biletlarni ayirib, qonunli deb ayirib qonunsiz biletlarni hammani tashkil etib, qonunli biletni qaytadan sananglar deb mushtaq ulashtirish mumkin deydi. Agar mushtaq bo'lib qolgan taqdirdami Donald Trump o'tib ketish ehtimoligi bek cho'ng. Nima ish qilsanglar, tunuvilardan yana bir qism ishlar pash bo'ldi. Hozir FBI'ni tashkil etibdi shu shtatlarni, 6 shtatniki 6 shtatda ko'rilgan saxtapazlik ishlarini. Hozir nima qonunsiz biletning soni 500 mingdan oshadi deydi, 20 milliondan. Bu 4 shtatda Donald Trump tug'ilgan bilan uturvatdi deb e'lon qilingan bilan uturvatgan sonning farqi cho'ng emas. 10 ming, necha 10 ming mundaq farq bor. Bak bo'lsin bu 100 ming degandek. Undan ko'p emas. Hozir FBI tekshirib, shu 6 shtatdagi saxtapazlik qilingan biletning soni 500 mingdan oshadi ekan degan gaplar chiqyapti. Shunga agar qayta sanab qolsa, qonunli biletni sanab qolsa, Donald Trump o'tishi mumkin. Buni ehtimollar bak kuchli. Undan keyin yana bir ehtimollik oliy sud bu 4 shtatniki hozirga qadar chiqargan yakunni e'tirof qilmasligi mumkin. Unda qilmay qo'yib qolsa, men o'tgan hafta degandek bu 4 shtatning bildi kamlab ketganligi uchun Donald Trump 270 biletga erishmaydi, Biden 270 biletga erishmaydi. Bunda ahvolda bir shtatdan bir bilet saylab bir shtat bir bilet tanlaydigan shaklda prezident saylash mumkin deydi. Agar bunda bo'lib qolsa, yana Donald Trump o'tish ehtimoli ko'p. Nima qilsanglar, Amerikada Cumhuriyetçi shtatlar demokratik shtatlardan ko'p son jihatdan. Boshqa bu tadbir qo'llangan holatimi Donald Trump o'tib ketishi mumkin. Hozirgi ahvol mushtarak ehtimolliklar. Endi o'tganda dedim bir qancha muhim kunlar bor edi. Uniki birisi 12-8 kuni o'tib bo'ldi. Birinchi qatim shu biletlarniki har bir shtatlarda bilet tashlashning natijasini chiqaradigan kuni 8-soatda. Hozir 6 shtatda oxiri chiqmagan uchun mashlarniki bu kun innovatsiya bo'lib o'tib ketdi hozir. Endi yana bir kun 14-soat.
14-yilda Amerikada Electoral College degan bir organ bor ekan. Mushu organ ichida mushu har qaysi shtatlarniki bilan tashlab faol qarab turib, mushu Electoral College degan organniki a'zolari bilan tashlar ekan. Şunun asasen, ştatlarning bildiği asasen 14-yilda. Lekin xabarlarda var, bugün 11 oldu. 12, 13, 2 gün, şembe günü demeliş. Endi bu işlerini demamaya kılamamda kullanmaydı. Çünkü 14-yilda bu işlerini ilgişimi natayın. Aslındaki kaydı boyunca 14-yilda şu saylam institutu bilet taşlap, bu bilet taşlaşındaki neticesi 1. ayının 6. günü çıkır ekandı. Çıkıp şu çağda resmi kimdeki prezident bo'lganligi e'lon qilingan ekandı. Lekin hozir bu işlerin hepsi geçip gitti. Bu yerde eskartadigan bir iş var. 12 dekabr, 14 dekabr, 6 yanvar. Bu kunlarning hepsi Amerika'daki asasi kanunda belirlenen kunlar emas. Bunu keyingi Amerika'daki rehberleri şu saylamni bir tertiplik eperiş, ünümlük eperiş için belirlep çıkan kunlar bu. Hatta bu başka bu gün kanuni Amerika'nın asas kanuni cihetin qat'iy o'zgarsa bo'lmaydi deydigan narsa emas-ki. U o'zgardiki. Amaliyotda bu qatim 8-yilda o'zgarib bo'ldi, 14-yilda 6-yilda o'zgarishi mumkin. Amerikaning tarixida 1. ayning 19 kuni bir kishi prezident bo'lib saylangan ahvol bor ekan. Rasmiy 19 yanvarniki 19 kuni saylanib, 20 kuni qasam ichish murosimi bo'lgan ahvol bor ekan. Hatta bu boshqa hozir endi 14 dekabr, 6 yanvar bularning hammasi burunqi saylamlar saytgan chaqda bu qatim bu qoidaga amal qilinmasligi mumkin. Bu ishlarni bir taraf qilib qo'yishlik. Shunga bundan xabardor bo'lib qolinglar. Andan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ahvol, shu chorshanba kuni, mening bilishimcha chorshanba kuni Amerikada kim shu Amerika'nınki prezidentini hizmetiga o'tkazadigan yana bir organ bor ekan. Bu organning 6 a'zosi bor ekan. Bular bilet tashlab chorshanba kuni Biden 1. ayning 20 kuni o'tkazilishi uchun shu 1. ayning 20 kunidagi murosimiga tayyorlik qilish ishlarini hozir boshlasa bo'lamdi, bo'lmamdi deb bir bilet tashlash beribdi. Muşun belirleydiğen bir komitet 6 a'zosi bor ekan, ularning 6'sı cumhuriyetçi, 3'ü cumhuriyetçi, 3'ü demokratçılar ekan bularniki. Bilet tashlab ekan, bu bilet 3 chiqib qoldi. Shunga Biden utanmabdi bu yerda. Ashning bilan hozir Bidenniki 1. ayning 20 kuni huquqni o'tkazilishga tayyorlik qilish, murosimi tayyorlik qilish ishini to'xtatib qo'ydi. Uni ruxsat qilmaydi. O bilet tashlash natijasini ishlab bo'lganligi uchun. Bundan bir xabar deb qo'yinglar. Shunday qilib, saylovlar haqidagi muhim ahvollar shunday. Hozirga qadar yana hech qanday narsa bekitilmadi. Hozir jumhuriyatchilar Oliy sudga arz qildi. Bu qatimki saylovniki, shu 4 shtatda elib berilgan saylovniki Amerika asas qonuniga xilof ekanligi to'g'riliq. Bunda kelib chiqadigan natijalar albatta degandek bo'lishi mumkin, shularning birisi bo'lishi mumkin. Endi bundan boshqa yana bir qancha cho'ng ishlar chiqib ketdi. Yaqinda Xitoyniki bir Didongshang degan bir Xitoy ekan, u Rinda Qingbo Bangong Shi Fujuren deydi. Rimenda Shu Fuyanjang. Mushbirdamniki bir video so'zlagan narsa chiqdi. Bunun bu so'zida nima uchun Xitoy hokimiyati Trumpni yaxshi ko'rmay, Bidenni yaxshi ko'rganligi, nima uchun bu qatim Bidenning saylanib qolganligi, mushaqadan Bidenniki o'g'liniki chet elda nachorlarda shirkatlar borligi, bu shirkatniki vujud qilishga bu shirkatlar qanday vujudga kelganligi, uning asosligi Xitoy hukumati bu ishlarga qo'l tiqqanligi, Amerikaniki Wall Street'da Xitoyniki nihoyat kuchli qo'li borligi, shularning kuchi bilan bu qatim Bidenninki saylanishiga Xitoy hukumati bevosita aralashganligi haqida boshqa bir video chiqdi. Bu video nihoyat ko'p tarqaldi. İctimai taraflarda Amerikaniki Fox News, Newsmax degan
televiziya medialarımı bunu bədi. Çoğun dağdıl qozğab, çıqıb yədi Xitay. Bu qıtımqı şu saylamğa özününki arlaşqalarını paş qıb qoydu bu video arqalıq. Bu video hazır YouTube'da ücürüp getibdi. Mən onu düşürüb alğan azra qismini, bir 3 minutda qismini düşürüb alğandım. Twitter'a çıxırıb qoyğan. Twitter'ı xarab alsam mütəxi bakı. Lekin YouTube'dakilerini ücürüp getibdi. Hazır tepilmaydı ki o. Məştaq bir vəqa oldu. Ondan keyin yine tünögündən başlap çıxıb atqan yəni bir vəqa. Hunter Biden'daki oğlu. Oğluniki şu baş tapşırış jihətiki bir qism xata işləri baş qılınıb, hazır şu işini FBI'dən təşkil atqanlığı tünögün çox xəbər olub getdi. Bu xəbərini həmmə medialarda bəli. Bunun için de çok uyum var deydi. O kadar uyum desenler bu hazır andi Texas'niki kalan 4 ştat üstüden erz kıvatkan bu işi intayın çok haber buatkan bu başka azı kişilerin dikkatini başka buraş için manasını çıkarıp koydu deydi. Ameliyatda bu bir taşlı iki kuşkaşını sokuş uyunu bulup hazır fakatlam Hunter Biden'niki başını to'liq tapşırmagan bir işini paş qilish orqali buni FBI'ni tekshirib etibdi. İşte bu boshqa bu qatim agar Biden chiqib qolsa, keyin yana Donald Trumpning oqsiga kirib, sen mening o'g'limniki baş tapshirmagan ishlarini tekshirding, nima uchun Trumpnikini tekshirmaysan deb yana bir ishlarni qildiganga tayyorlab bular degan gaplar chiqyotdi. Bularni hozir paranglar muhimlashgan ish emas. Ondan keyin yana bir xabar Amerikaniki bir Avam palatasi a'zosi Eric Swalwell degan bir a'zosi ekan. Bu Kaliforniyadan chiqqan, Kaliforniyaniki San Francisco rayonidan chiqqan kishi. Bu kishi 2015-yilda bir Fang degan bir shu San Francisco rayonida o'qiyotgan 20 yoshli Xitoy qizi bilan munosabat o'tkazgan ekan. Bu Xitoy qizi aslida Xitoyning josusi ekan bu. O'quvchi saytlardan Amerikaga kelgan, kelib maxsus shu Amerikaniki siyosiy amaldorlarini qo'lga tushirish ishlari bilan shug'ullangan. U ikki shtat bu ayol ikki shtatniki shtat boshliqlari bilan yetib qolgan ekan. Ma kishilar yetib qolgan ekan. Bu ahvollar yaqindan cho'ng xabar bo'lib ketdi. Endi bu Xitoyniki shu chet el davlat rahbarlarini qo'lga tushirishda qo'llanadigan ikki usuli bor. Birinchisi pul birdi yoki mablag' solgan şartlarını yaratıp bir de Xudaylık Hunter Biden'ı qıtlagan o'xshash. İkincisi ayol kishi. Qizg'onish qilsa oladi bular. Amaliyotda Amerikada bu fanfanga o'xshash qizlar masalan ko'p. Hozir medialar mashgaplarni hammasida bo'tadi. Ma bir ish pash bo'ldi. Bu ish to'g'riliqni jiq paranglab bo'tadi hozir. Ma bu Eric Swalwell degan kishi Amerikaniki, shu Avam palatasidagi axborot komitetining a'zosi ekan. A'zosi bo'lib, bu kishi shu Trumpning xizmatini evitimiz, impeachment qilamiz degan vaqtlarda kuch chiqargan ekan. Bu kishi o'zi Xitoyning josusi bilan yetib munosabat o'tkazib yurib, yana bir tarafdan Trumpni Rossiyaga bog'lab, Trumpni tushiramiz deb ish qilgan ekan. Ashta bu boshqa bu cho'na xabar bo'lishning sababi shu. Yolg'iz bo'lam emas, Fanfang bu odamniki ishxonasiga yana bir Xitoyni urashtirgan ekan. O'quvchi xizmatchi internship deydi. Yana bir Xitoyni urashtirib qo'ygan ekan. Diqqat qilsanglar, Amerikaning Avam palatasidagi axborot komitetining a'zosiniki ishxonasiga Xitoy urashtirdi degan gap. Endi o'tgan sizlarga yana bir narsa degandim, ammo Feinstein deb senator va Kaliforniyaniki Yahudi, uniki yerniki Xitoydan nurg'un so'ldiri bor, shirkatlari bor. O Feinsteinniki shopri, 20 yil shopri Xitoyning josusi bo'lib chiqdi. 20 yil. Xitoyniki bu hujjat qatqashtirib va ko'p bu qatim maaşning sababidan xabarni qaytadan chiqdi hozir. Aytib chiqdi. Buning natijasida hozir Eric Swalwellni Avam palatasi axborot komitetidan chiqib ketibdi. Xizmatidan evitibdi. Lekin hozirmi Avam palatasiniki a'zosi, hozir bir qism jumhuriyatchilar bu kishini Avam palatasining a'zoligidan chiqarib o'tish kerak degan narsalarni talab qilyapti. Mushtaq bir vaqa bor. Bularni sizlarga qisqacha deb qo'yay. Shunday qilib saylov haqida deydigan gaplarim tugadi. Oxirida deb qo'ydigan yana bir gapim o'tgan hafta uchur lozimligini degandim. Hozir chet eldagi muxbirlar va boshqalar nihoyatda qiziqayotgan bir uchur. Mush majburiy emgak.
mecburi emgek ahvalini tushundiradigan resim, video, yeni, hozirgi ahval. Muştoğluk uçurga intayin ehtiyat düşüp gitip bardı hazır. Nurgullarniki. Eğer müştiyatlarda sen uçurup bağıp kalsana, bunu yetkizpegen bolsanlar. Ötkende konkret narsani demeptiman, şuna bu yerni dep qeydidim. Şuna amanlarga rahmat aytaman, müştiyatimga yordam qilganlarga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana birisi maqamdagi Uyg'ur axborot markazi bizniki tor betimiz hozir xili to'lg'inib qoldi. Xili ko'p qismi hozir mazmuni chiqib bo'ldi. Şu muhbirlar üçün, tədqiqat yapardıqlar üçün aytib paylıq məzmunlar var idi. Həmisi kategoriya boyunca yığılğan bir yerlərə boz kirib etmələr. uygurinfo.org aşağıda təşrif kirib etmələr. Çət əllik tunuşdurub qoyurlar bu torbetini. Ondan başqalar paylansın. Bizdən aytib güç çıxırıb hazırlayatımız bunu. Çət əlliklər paylansın deyib. Maqalamsa bəgən şunca qılay. Kitlər qəddəm görüşüşə aman olunlar. Hayır, hoş Allah'a emanet.